So'nggi oh. Misrda Bursaid degan joy bor. Bir paytlar u yerni bosqinchilar talon-toroj qilgan, binolarni yoqishgan, atrof muhitni xonavayron etishgan. Qanchadan qancha insonlar olov ichida qolgan. Qo'y-qo'zilar, daraxtlar yonib kulga aylangan. Qochadigan joy topish amri mahol bo'lib, yonayotgan shahar ichidagi odamlar ikki turga ajralib qolishdi. Ayrimlari bosqinchilarni qarg'ab, ustilaridan mag'zava ag'darish bilan ovora edilar. Ko'pchiligi esa Allohdan najot tilab, bu baloni boshlaridan aritishni so'rardilar. Ularning qo'llaridan hech narsa kelmasdi. Olovni o'chirolmayotgandilar. Bunga ulgurishmayotgandi. O'lishlarini aniq edi go'yo. Shu on qo'llari osmonga ko'tarildi. Yuzlari bilan, qalblari bilan olamlar Robbiga yuzlandilar. Umid ila Allohdan so'radilar. Zero maxluqlardan noumid holda edilar. Hech kim hech narsa qila olmasdi. Chorasizlik ila nido qildilar. Baravariga "Ey Allohim!" deya zorlandilar. Atrof yonayotgan yetmaganday bu voqea yozning eng issiq pallasida bo'layotgandi. Quyosh tinmay qizdirar, osmonda bir parcha bulut ko'rinmasdi. Birdan duoning barakasi ko'rindi. Osmonda bulut paydo bo'ldi. Gumburlash sadolari ila yomg'ir yog'a boshladi. Chelaklab jala quydi. Alloh shu yo'sin olovni o'chirdi. Butun shahar issiqlik jazirama o'rnini sokinlik va iliqlik qurshab oldi. Ishonch ila qalbdan qilingan duoning ijobatini ko'ring. Alloh ularni noumid qaytarmadi, tazarrularini qabul etdi. Sen barcha narsaga qodirsan, Allohim. Bir ayol yoshlik davrlarini eslab aytadi. Yosh qiz edim, maktabda o'qirdim. Hayotda g'am tashvishim yo'q edi. Bitta muammom, maktabda o'qituvchim bilan chiqisholmasdim. U bilan muomala qilishga qo'rqardim. Bir kuni Qur'onda Nuh surasining 10-12 oyatlarini o'qib qoldim. Bas, o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta, gunohlarni ko'plab mag'firat qiluvchidir dedim. U zot osmondan ustingizga ketma-ket baraka yomg'irini yuboradir va sizga mol va mulk hamda bola-chaqa ila madad beradir va sizlarga bog'-rog'lar hamda anhorlarni beradir. Oyatni o'qib, istig'for ko'p yaxshiliklarga sabab bo'lishini tushunib yetdim. Doim istig'for aytib yuradigan bo'ldim. Qachon bo'sh qolsam, istig'for aytardim. Alloh gunohlarimni kechirsa va muammolarimga yechim bersa, ayniqsa muallim bilan o'rtamizni ixlos qilsa derdim. Ko'p o'tmay hammasi hal bo'ldi. O'qituvchimni boshqa maktabga o'tkazib yuborishdi. Alloh barcha muammolarimga yechim berdi. Baholarim a'lo bo'la boshladi va maktabda muvaffaqiyat qozondim. O'sha kundan beri istig'forni doim aytib yuradigan va hech qachon tark qilmaydigan bo'ldim. Go'yo yopiq eshiklarni ochuvchi kalitni topgan edim. Istig'forning barcha turlarini chin qalbimdan aytardim. Hatto atrofimdagi do'stlarimga ham buni o'rgatdim. Ular oldimga muammolarini aytib kelishardi. Men esa ularga tinimsiz istig'for aytishni maslahat berardim. Keyinchalik bu haqda so'rasam, barchalari istig'forning sharofati bilan muammolari hal bo'lganini aytishardi. Maktabda yuqori sinflarga o'tdim. Oldinlari baholarim o'rtacha edi, ammo istig'forning fazilatidan natijalarim ham ko'tarildi. Maktabni bitirgach, psixologiya fakultetiga o'qishga kirish orzuyim istig'forning sababidan bunga ham erishdim. Alloh taolo menga barcha so'raganlarimni istig'for tufayli berdi. Musofir kishi. O'zga yurtlardan Makkaga kelib yashab turgan ayrim musofirlar bir-birlari bilan tanishib, do'stlashib, tez-tez uchrashib turardilar. Doim bir yerda ko'rishardilar. Ko'pincha yoshi kattaroq inson ham o'sha davraga kelib qo'shilardi. Asta u bilan bir tanishishdi. Gap so'zlaridan bama'ni, aqlli kishi edi. Shu bilan birga masjiddan ajralmaydigan, jamoatni mahkam tutgan, solih insonlardan ekan. Bu yerga akasining qizi va o'zining qiziga mahram o'laroq kelib, shundan so'ng ma'lum sabablar bilan Makkada qolib ketgan ekan. Uning qalbi sofligi, rostgo'yligi shundoqqina yuzidan ufurib turardi. Pokdil inson bo'lgani bois, suhbatlashgan odam uni Alloh uchun yaxshi ko'rib qolardi. Negadir bir necha kun ko'rinmay qoldi. Qidira boshlashdi. So'rab surishtirishlar besamar ketdi. Qizining yoxud jiyanining ismini biladiganlarni ham axtarishdi. Natija bo'lmadi. 15 kun o'tgach, doimgi joyiga o'zi kelib qoldi. Yaxshimisiz, birodar? Ko'rinmay qoldingiz-ku. Qayerlardasiz? Nega bunaqa yo'q bo'lib ketdingiz? deya savollar bera boshlashdi. Uning qaytganidan do'stlarining sevinchi cheksiz edi. Shu kunlarda boshimdan shunaqangi voqealar o'tdiki, asti so'ramang, gap boshladi u. Men faqat rostini gapiraman. Xabaringiz bor.
Aldamayman. Allohim menga bir dard berdi. Oyoqlarim og'riy boshladi. Og'riq qattiqligidan tik turish u yoqda tursin, o'tirolmay ham qoldim. Musofirmiz. Bu yerlarga zo'rg'a kelganmiz. Shifokorga borishimiz biroz qiyinroq. Na qarindoshimiz, na yaqinimiz bor. Murojaat qilishimiz uchun kimsamiz yo'q. Og'riq bir necha kun davom etdi. Ikki qiz tinmay holimdan xabar olar, mushkulimni bajarar, og'irimni yengil qilar, voqlarimni ko'tarar, tasalli berishardi. To'g'risi, ularni ham dodvoyim bilan bezdirib yubordim. Xullas, ikkisi tinmay xizmatimda turishdi, baraka topishsin. Oxiri bir kuni kechasi Allohga yolvordim. Bor ovozim bilan faryod etdim. Menimcha, bu tun mahalla ovozimni eshitdi. Ey Allohim, bergan dardingga mingdan ming roziman. Bu qazoyi qadar, lekin o'zing ham dardimning shifosini ham yaratganingni aytgansan. Nega shifosini bermayapsan? Allohim, senga duo qilmadimmi? Sendan so'rayapman-ku, iltijo qilib yolvoryapman-ku. O'zing duo qilganlarga ijobat etaman degansan-ku. Nega so'rovimni bermayapsan? Derdim yig'lab. Bir payt ovozimdan uyg'onib ketgan qizim va jiyanim oldimga kelishdi. Tepamda turgancha holatimdan, gaplarimdan hayron edilar. Kim bilan gaplashyapsiz? Deb savol berishdi. Men esa Alloh ila dildan gaplashayotganim bois ularning savollarini eshitmabman ham. Ularning bir-ikki savolidan so'ng o'zimga keldim. Atrofga alangladim. Go'yo uyqudan uyg'ongan odam kabi edim. Hushyor tortdim. O'zim shundoq. Sizlar boraveringlar, dam olinglar, deya qizlarga javob berdim. Nazarimda oh-voh qilganim uchun ular mendan xavotir olib oldimga yugurib kelganday tuyuldi bu holat. Qizlar ketishdi, oyog'im hanuz og'rirdi. Biroz vaqt o'tdi. Oyoqlarim asta o'ziga kela boshladi. Qimirlasam qimirlayapti. Ushlab ko'rdim. Avvallari qo'ltiksiz zirqirab og'riydigan oyoqlarim og'rimasdi. Asta ularni yig'dim. O'tirdim. Ajabo, o'tira olyapman. Turib ko'ray dedim. Xuddi hech narsa bo'lmaganday og'riq butunlay yo'qolgandi. Tamoman tuzaldim. Mana shu vaziyat sabab bu yerga kela olmay qolgandim. Endi esa Allohga shukr, yana huzuringizdaman. Uning gapi rostligidan hech kim shubhalanmadi. Zero u solih, rostgo'y, taqvodor inson edi. Bu voqeadan sabablarni yaratuvchi zot dardlarning shifosini besabab faqat duo orqali ham berishiga qodirligini xulosa qilish mumkin. Hayotda bunaqa misollar ko'plab topiladi. Bu borada maxsus kitoblarda ham bitilgan. Masalan, bir jangini olaylik. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam askarlarning qo'llariga qurollar berdilar, jang rejasini tuzdilar, hammani shahdamliklarini chorladilar. Qo'yingki, barcha sabablarni qildilar. So'ng Allohga yolvordilar, duolar qildilar. Tarix va siyratga oid kitoblarda o'sha kuni u zot alayhissalomning qanday va qaysi duolarni aytganlari haqida ma'lumotlar ko'p. Alloh taolo bu dunyodagi voqealarga sabablar qo'shib yaratgan. Har bir jarayon hodisaga eshiklar qilib qo'ygan. O'sha eshiklardan kiring. Talaba ham imtihon jarayoni arafasida undan muvaffaqiyat ila o'tib ketay deb faqat Allohdan so'rayvermasdan sababini ham qilsin. Darslariga vaqtida tayyorgarligini ko'rsin. Faqat so'rayverish bandaga yarashmaydi. Avvalo sababini mahkam tutsin. Dalaga chiqmay, ekin yemay, hosilini yig'moqchi bo'lgan dehqonni ko'rganmisiz? Jang mahorati, yurishlari, tamoyillari bo'lmasdan, oyog'ini uzatgancha tarallo qilib yotib olgan, ammo jangda yengaman degan qo'mondonni-chi? Sabablarni mahkam ushlab lozim. Iymonimiz komil. Taqdirga, Allohga va haq ila yuborgan rasuliga, Qur'onga ishonamiz. Biriga ishonib boshqasiga ishonmaymiz deya olmaymiz. Demak, Qur'onda Alloh taolo hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabablarni ushlashga buyurgan bo'lsa, albatta sabablarni qilamiz. Duosini qil, deyildimi? Duoni ham aytamiz. Ikkisini ham birdan ushlash lozim. Har ishga namuna, go'zal o'rnak sohibi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlari hayotlarida bularga yetarlicha misollar mavjud. Sabablarni bir imkon bilan ushlaganda ham ular ish bermagach yoxud sabablar yo'q, hamma narsani yo'qotgach, kim bo'lsa bo'lsin, ilojsiz holda ich-ichidan ey Robbim Allohim deya nido qiladi. Zotan u duo qiluvchini eshitadi, noumid qaytarmaydi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkin. Duo qilish degani sabablarni ushlamasa bo'laveradi degani emas. Alloh taolo dardni bergan ekan, albatta shifosini ham bergan.
lekin davolaninglar deya sabablarini qilishimiz lozimligini ham bildirgan. Shunga buyurgan. Sabablarini ushladingiz-u, ammo foydasi bo'lmagach, Allohga yolvorsangiz, bu boshqa zero u zot sabablar vositasida berajak shifosini sababsiz ham ato etishiga qodirdir. Lekin buni tajriba qilib sinab ko'raman, duo qilay-chi, holatim qanday kecharkin deya xayol etmang. Chunki bu shakllanish hisoblanadi. Insonda shak bo'lsa, Alloh uning duosini tinglamaydi. Sinov qilmasdan aniq ishonch ila tazarru qilish, chin dildan yolvorish lozim. Alloh duogo'yning qo'lini quruq qaytarmaydi. So'raganini yoki undan afzalrog'ini beradi, yoxud bu dunyoda bermasa, oxiratda albatta ato etadi. Sabablarni ushlash ham duo qiling. O'zingizga ma'lum sabablarni qildingiz, kor etmadi. Duoni kanda qilmang. Zero duo ham aslida sabab, oxirgi sabab. Shuni ushlang, mahkam tuting. Iltijo ila duo etish lafzlari biri ikkinchisidan yaxshiroq bo'lishi mumkin. So'rashni ham biling lozim. Ba'zi duolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitilgan va bizgacha yetib kelgan bo'lib, ma'sur duolar deyiladi. Albatta, bular boshqalaridan ko'ra yaxshiroq, hattoki qaysidir paytda duo qilish ba'zan boshqa vaqtdagisidan yaxshiroq sanaladi. Ba'zi makon boshqa makondan afzalroq bo'ladi. Masalan, Arafat tog'ida, haramda, Ka'baga qarab turilgan paytda qilingan duolar shular jumlasidandir. Duo chin dildan qilinishi kerak. Alloh ijobat etadi degan ishonch bilan iltijo etilishi zarur. Ixlosingiz komil bo'lsin. O'zidangina so'raysiz, o'zigagina ibodat qilasiz. Zulmatlar ichra najot. Yunus alayhissalomning g'am tashvishlari va azoblariga yaqin keladigan iztirob bo'lmasa kerak. U zot 3 ta zulmatda qoldilar: tun zulmati, dengiz zulmati, baliq qornidagi zulmat. Bunda o'tkazilgan mashaqqatli hayot naqadar qiyin, zulmat, torlik va havosizlik. Shuncha azob ichra duo qilardilar. Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, men zulm qiluvchilardan bo'ldim. Anbiyo surasi 87-oyat. Mana shu qisqa duo baliq qornidagi zulmatni, dengiz osti zulmatini va tun zulmatini yorib o'tib osmonga ko'tarildi. Rivoyat qilinishicha, farishtalar ushbu duoni eshitib, "Ey Robbimiz, noma'lum joydan kelgan ma'lum ovozdir bu", deyishdi. Yengillik, hifz-himoya va afv bois baliq zotni sohilga uloqtirdi. Saqlovchi zot sohilda payg'ambari uchun oshqovoq o'stirdi. Barchamiz bu hayotda zunnunmiz. Hayot ustimizga g'am tashvishlarini tashlaydi. Bizni undan faqat sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, men zulm qiluvchilardan bo'ldim duosi qutqaradi. Ey Alloh, o'zing bizni saqla, rioyang ila bizni hifzingga ol. Oldimizdan, ortimizdan, o'ngimizdan, so'limizdan, ustimizdan, ostimizdan himoya et. Bu bilan bizga qo'rqqan va xavfsiragan narsalarimizdan najot ber.